Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir sizlar bilan bugungi darsligimizda Mods papkasiga fayllarni tashlashni o'rganamiz. Ya'ni biz har xil mashinalarni internetlardan sotib olamiz yoki Telegram kanallardan sotib olamiz yoki kimdir bizga tashlab beradi. O'sha modlarni biz qanday qilib BMG Drive ga olib kirishni sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Birinchi navbatda sizga mana shunday 3 ta ko'rinishda BMG Mods, BMG Vehicles hamda BMG 3 ta model degan 3 ta papka beraman. Bularni siz zip faylidan chiqarib olasiz. Buni Telegramga tashlab qo'yaman. Zip fayldan chiqarganingizdan keyin bularning ichida har xil ko'rinishdagi papkalar bor, to'g'rirog'i fayllar bor. Mana shu fayllarni hozir qayerga tashlashingiz kerakligini men sizga ko'rsatib o'taman. Buning uchun birinchi navbatda BMG Drive ga kirib olamiz. Hozir men sizga modlar o'rnatilmaganligini ko'rsatish uchun BMG ga kirib olaman. E'tibor bergan bo'lsangiz, men o'zimni fayllarimni o'chirib tashlaganligim uchun bir ikkita kartalar menda ko'rinmayapti. Xo'p, bitta papkaga kirib olamiz. Kartaga. Hop, kartaga kirganimizdan keyin mana biz escape tugmasini bosib avtomashinalarga kiradigan bo'lsak, bizda faqatgina o'zini standartida mavjud bo'lgan modlar yoki o'sha mashinalar bizda bor. Hop, endi biz o'yindan chiqib ketamiz umuman. O'yinni zakrit qilib tashlaymiz va biz endi fayllarni joylashni boshlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi yana mana shu BMG Drive ilovaga kiruvchi o'zini launcher desak ham bo'ladi. Mana shuni bosganimizdan keyin bizda quyidagi oyna ochiladi. Hozir Steam ga kirib ketdi. Hop. Bizda mana shunday oyna ochiladi. Ochilgandan keyin bu yoqdan управление пользовательной папка degan tugmani bosamiz. Bu yoqda 3-da turibdi. Agar sizning kompyuteringiz tili inglizcha bo'ladigan bo'lsa, o'yiningiz inglizcha bo'ladigan bo'lsa, boshqacha chiqishi mumkin. Mana shu управление папка. Hop, kiramiz. Kirganimizdan keyin yana bizda 3 ta oyna chiqadi. Bu yerdan открыть папка пользовательный degan papkani ochamiz. Ochganimizdan keyin bizda mana shu oyna hosil bo'ladi. Buni yana qanday topib olsak bo'ladi? Buni agar siz topolmasangiz, kompyuteringizdan Windows R tugmasini bosasiz birgalikda. Windows R degani, ya'ni Windows belgisi turgan klaviatura bor. Kompyuteringiz pastki chap tomonida, Ctrl oldida o'sha bilan birgalikda R tugmasini bosganimizdan keyin bizda mana shu oyna ochiladi va bu yerga update so'zini yozib OK tugmasini bosamiz. Shundan keyin lokal bo'limiga kiramiz hamda BMG Drive tanlasak bizda mana shu oynani ochib beradi. Hop, undan keyin biza sizda bu quyidagi oyna chiqmasligi mumkin. Menda ikkita versiya bo'lganligi uchun qaysi bir versiyani papkalariga kirasan degan so'rovni mendan so'rayapti. Demak, men 0.36 ga kiraman, chunki men Steamda 0.36 dan foydalanaman. Hop. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu oynani men yon tomonga olaman va papkalarni ocha olamiz. Sizda mana shunday holatda bo'lish kerak. Bir tomoningizda men bergan fayllar, bir tomoningizda mana shu 0.36 papkasi bo'lishi kerak. Keyin qiladigan ishingiz birinchi navbatda hop mods papkasiga tashlab olamiz. Trenddagi modlarni beramiz. Bularning ichida juda ham yaxshi modlar bor. Siz uchun video qilishingiz uchun yetarli bo'lgan modlar shu yerda bo'ladi. Bu yerdan Ctrl A ni bosib hammasini belgilab olamiz. Xohlasak Ctrl A, xohlasak hammasini shunchaki sichqoncha bilan tortib, endi bu narsani kompyuter tushungan odam bemalol qila oladi. Hop, keyin biz buni ushlab turib bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, endi sizda shu joyda agar kompyuter xotirasi bitta bo'ladigan bo'lsa, biz shunchaki olib o'tsak copyright qilmaydi. Sizda to'g'ridan to'g'ri shu joyga ko'chirib qo'yish mumkin. Shuning uchun biz copyright qilganimiz yaxshi. Siz agar kompyuter xotirasi bitta bo'ladigan bo'lsa, bu yerda boshqa joyga ko'chirib qo'yish mumkin. Hop, nusxa ko'chirdim, tashlayman. Hop, keyin bizda yana ikkinchi papka bor. BMG Mods degan papka. Buni ham nusxa ko'chiraman. Va bu papkani ham men shu joyga tashlab qo'yaman.
Mana ko'rib turganingizdek bizda 036 papkasining ichidagi mods papkani ichiga mana shu barcha modlar tashaldi. Endi bularning barchasini belgilab olib, ya'ni bundan ham nusxa ko'chiraman-da. Endi menda ikkinchi papka. Xo'p. Bu yerda vehicles degan papka yo'q. Bu papkani o'zimiz qo'lda yaratib olishimiz kerak. Buning uchun Sazdat bo'limidan yangi papka yaratamiz va bu joyga vehicles so'zini yozamiz. Bo'ldi. Xuddi shu ko'rinishda yozib olasiz. Saqlanib qilasiz, papkaning ichiga kirasiz va boyaga nusxa ko'chirgan modlaringiz barchasini shu joyga yana nusxasini tushirib qo'yasiz. Xo'p, bunday qilishimizga sabab nima bo'ldi? Hozir biz qarang, ikkita papka vehicles hamda mods papkasiga biz tashadik. Sababi ba'zi bir modlar vehiclesga tashasak ko'rinmay qoladi, modsga tashasak vehiclesga tashashimizga to'g'ri keladi. Xullas, ikkalasiga ham tashab qo'ysak, shunda bizda hamma modlar 100% chiqadigan hisoblanadi. Shunda hammasi bizda ko'rinadi. Misol uchun agar biz hammasini modsga tashasak, ba'zi bir papkalar, ba'zi bir modlar ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun biz ikkita joyga nusxasini tashadik. Siz ham shu usuldan foydalansangiz bo'ladi. Bu papkaga biz qaytib kirmaymiz. Mana shu holatda qoladi. Endi bizni keyingi qiladigan ishimiz BMG Drive ga kirib bu modlarni tekshirib olish bo'ladi. Запустить игры qilamiz va biz modlarni ko'rib olamiz. Mashina bo'limiga kirganimizda bizda mana ko'rib turibsiz. Charlie tushgan, pastda yana modlar bor. Hop, bu mod tushgan yangi traktor, mana bu modlar tushgan. Mr Beast tushgan, bu yoqda Smile Critters bor. Hop, juda ham ko'p modlar mana hammasi tushgan. Agar shu joygacha sizda qandaydir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Qanaqadir xatoliklar bo'yicha biz siz bilan albatta to'g'rilovchi video darsliklarni, yana qo'shimcha darsliklarni chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, keyingi darsligimiz 3D obyektlarni shu BMG Drive ga olib kirish haqida bo'ladi.